Asqarning og'zi eski, kallasi qatmal, mo'rti kelsa, opsig'i yanadigan bundaq qo'pol jismini zodi qandoq narsa o'zgartirayotgandi degan savol avtorni hayron qoldirganidek, o'qirmanlarni hayratda qoldirishi turganli gap. Qani ko'rib boqaylik. Bu lukchakni qandoq qudratli kuch, xushfe'l, xushnavo yigitga aylantirdi. Buning uchun sal orqamizga chekinib bir tasaddubiy voqeaga zan solaylik. Asqar bultur xotinidan ajrashib, yanala ishga kirishib ketdi. U qurilishlarga xish, shig'il, qum, simot, qumush qatorliq materiallarni to'shiydi. Bir kuni shopir og'inisi bilan yoshlar kinoxonaga kino ko'rgili bordi. Ular qaytishida yo'l chetidagi bo'tkaga kirib, polkaga yo'landida Xosim meg'iz bilan ikki sardan qiqib oldi. Ondan osti lalanglab mengishdi. Lekin konsul istivoga ketgan qorong'u ko'chadan bir ayolning qattiq chirqirgan ovozi kecha jimjitligini buzib o'tdi. Asqar yugurganicha cho'ng yo'ldan kesib o'tib, darhol yetib bordi. Va bir qora ko'langining yo'lning qasnaqidagi daraxtlar ostida bir ayolni vaqildatib selayotganligini ko'rib qoldi-da, borgancha bir musilib uni orqasiga uchirib o'tdi. Ishkisar o'z kuchini ko'rsatdi-mu qandoq, qizib qolgan Asqar o'qdak etilib berib, heliqi arni ostiga besib olib, yana bir nechini selayotdi. "Bu anangni, sen go'ylaning basidan qiz cho'qallar kechib yo'lmanganmanda?" Asqar mushtini yana ko'tirishi yosh cho'kan varqirab aytdi. "Bolni urma, u mening yo'ldishim bo'ladi." Bu asnoda orqadan yetib kelgan shopir uni quchoqlab tortib turg'izib oldi. "Eringiz bilan-da?" Yondirib so'radi Asqar. "Yiliga erinizkan, podshoh bo'lsa ayol kishini o'zi bo'ladi. Erlardan qo'rqadigan, xotinlarni harg'ichi dumbalaydigan bundaqlarni er demaymiz. Zepyana hech qiz deymiz." Yo'l chetidagi chirog'ning nurida bir yuzi sus, havoring yo'rib turgan yosh cho'kan qo'l yog'liqi bilan burnidagi qonni tozalag'ach, esa deb yig'lab atdi. Asqar ichida "Tova, shundoq chiroyli ayolni urish qandoq qilib bordigandi?" deb o'yladi. Angacha shopir og'inisi uni ittirib akatdi. Oradan 4-5 oy o'tdi. Asqar u cho'kanni uchratmadi, ham o'ylabmi qo'ymadi. Raskabni qilganda kechida yuz bergan birdamlik ish kimning yodida qolsin? Biroq bu yil bosh e'tiyoz kirishi bilan Davlatbog' mahallasiga qurilish materiallari to'shigan Asqar Xansu bozorining kechilik qiziq bozorida traktorni to'xtatib qo'yib, bir kavobchining o'rindig'iga kelib o'tirdi. U kavob, yumshoq non, ochiq damlangan choy bilan qo'rsqini pomlab, amdili mengishi bir cho'kan o'ziga qarab kulib turadi. Uning qo'lidagi sulyo xaltada to'nglab ergan tovuzning yarim parchasi qizirib turadi. "Voy, siz hiylaqa balg'o!" dedi ko'zlari kulib turgan cho'kan. "Meni tanidingizmi?" "Xop bo'lmang. Zodil esimga olmadim." Asqar cho'kanning latofatidan ayminib qoldi. "Meni unutib ketibsiz-da, lekin men sizni eslab turdim." Cho'kan bu tuyuqsiz uchrashishdan bek mamnundek ko'rinadi. "Eslab yiqingmi, bu tur konsul iste'fo ko'rsatib bo'lgan kechidagi ishni?" "Voy, mundaqdan. Siz shumi? Tova, yodim olanligini ko'ring." Cho'kanning husn jamoliga qarashga petinolmagan Asqar gadinni qoshladi. "Men texsizning yo'lingizni to'sib, bo'zaq qilayotgan lukchak o'xshaydi deb tasliq qaptiman qattiq urib etgili. Yerimi toza atbini berdingiz o'rlamzallaring. Eringiz urg'idek nima gunoh qilgandingiz?" "Eg'izga olg'ichiligi yo'qli ish." Cho'kanning qumush qalamda tortganda qop-qora inchik qoshlari mijjida turildi.
Kinodan chiqishimizga bir murang'i so'qilib o'tib ketdi. Men orqamga qayrilib bir olaydim. Lekin erim degan lumlum ashu erning adibini bermay, men uningga nimish qaraysan, tunimisang atoyidan qaramting deb yo'l urishib ketdi. Oxiri qorong'u ko'chaga kirganda tuyuqsiz urib ketdi desa, ko'zlaringiz bek chiroyli emasmi? Shu kundashlik tutib qopti-da u odashning. Uni bir demam. Ko'zlaringiz bek chiroyli ekan degan so'zdan xijil bo'lgan cho'kan o'ppida qizirib ketdi. İştmüştümü küllaydi dana. Şunu bulturla ajırışıp kettim. Özünüz bu yerda nima ish qilasiz? Har qatam ishdan yonganda mashadi kavob yeb qo'rsoq bo'lmayman. Biror yerda ishlamsiz? Yo'q. Asqar kech chiroqlarida qip-qizil parqirab turgan traktorni ishora qildi. Shuning bilan qurilishlar material to'shayman. Traktor tashkilningmi? O'zimning. Mundaqdan. Cho'kan Asqarga qiziqib qolgandek qilatdi. Men o'stan bo'ydagi oshxonada ishlayman. Onamga turmul tegib qoptikan, to'ng'ilgan tavuzning suyi payda qildi degashki shuningga kelgan edim. O'sim jamoliga yetgan cho'kan bilan bo'lgan birdamlik suhbat Asqarning yuragini o'ynatib, tanlarini yoyirtibdi. U traktorni kechki tunda tataplatib mahallasiga kirib kelgandimi 23-24 yoshlarning qarisini olgan shulluq cho'kan ko'z oldidan zodili ketmadi. Uning yumaloq mo'rinlari, inchki ballari, to'lg'an sag'rinlari yarshimliq kiyimlar ichida texmi jillanib turardi. Bu kecha Asqarning uyqusi keladigandak emas edi. Odatda bek charchab ketgachga yostiqqa beshini qo'yar-qo'ymay pushuldab uxlab ketadi. Shundaqdimi u ko'zini yumib olib, cho'kanning shirin suxan so'zlarini, navotrang suzuk chehrani, tuxumsimon yuzini, qora qoshlarini, hatto kulib turib yara boqadigan siyoqini ko'z oldiga keltiradi. Keltirgan siri to'lg'inib uyoq-buyoqqa o'riladi. Vay İzzet, neymiştim ismini so'ramagandim men. Shivirladi Asqar. Ya o'zimning ismini, bo'ytoqligimni demaganimni qara. U mening bir qatimda qilgan yaxshiliqim uchun shunchalik yaqinchilik qildim-ku ya. Undaqda meni unutib ketibsiz-da degan ohang'i xafa bo'lgandek chiqdi. Ammo men sizni aslab turdim degan so'zni qilganda ko'zlarida bulg'ul bo'lmaydigan tatliq narsa bo'ldi deyamdi. Abla, chaqchaq qilgan bo'lib, menga tegamsiz yo deb chekib baqsam bo'pti-kan. Yo'q. Bundaq yeniklik qilg'ili bo'lmaydigan cho'kandek qiladi. Turuqdili chiqib turmamdi. Lekin za ajoyib payznim ekanda. Oilasi muallim yoki katta ziyoli. Ati ishdan tushibla tunugunga yerda saqlay. Agar menga rostdan mayli bo'lsa, cho'qim keladi. Pa. Har kuni ishdan yonganda mush yerda kavob yeyman deb avliyodek gap qildi menda. Asqar ana shunda qog'ibut xiyollarni qilib, qachonlarda uxlab qolganligini bilmadi. U sahar turib yana ishga mangdi. Uni xuddi farishtalar yo'ligandek shu kuni yerib charchaganini bilmadi. Qurilish o'rniga bir yo'l ortiq mangdi. Traktor ustida turib, pastkilarga kulib qo'yatdi. Yashanganlarni ko'rsa, yaqinlik salom qiladi. Atnasi uningga to'nimaganning hammasi hech ishing xayrlik bo'lsin deb bilinib ketdi. Asqar pat-patli ko'zini qisib kunga qaraydi. Biroq kun uyib qolgan navot qiyomadek parqirab bir yerdan qo'zg'almay turadi. Mana bir kun kechgacha Asqarni taqatsizlantirgan quyoshmi suvodan teraklar orqasiga g'oyib bo'ldi. Bilqut xazinasi.
keşlik hukm bilan tang Davlatbog' mahallasi tarafdan qizil buqisini o'rgirtib kelgan askar keşlik bozorining aplik bir yerida to'xtab kavobchining oldiga boradi. U kavob yegach choy o'tlag'ach atrofga qaraydi. Ko'z qaps ishida to'rg'aydek pildirlab yurgan qorichqi yili u yonga, yili bu yonga yugurib holi qolmadi. Biroq yiliqi mahliya qilg'uchi uyatchan cho'kan kelmadi. Asqar qancha oldirmay yegan bo'lsa-mu, oxiri oldidagi kavob, non, choylarimi tugidi. Xeyli qorong'i tushib qolgan edi. Lekin keşlik bozori ustidagi o'michik to'ridek esilib ketgan elektr chiroqlar atrofni oppoq yo'ritib turardi. Asqar traktor ustiga chiqib, uyoq bu yoqqa bo'yinlab qaradi. Mana, birinchi qitimliq kinodan qaytganlarning oyog'i selixdi. Barg'an siri keşlik bozormi shalanglab qoldi. O'stan bo'yidagi oshxonalarmi allaqachon taqaldi. Birdilla put qo'llari bo'shib, harduq yetgandek salbiyib qolgan Asqar orqasi qarg'ach yo'liga mangdi. Tuyuqsizla eg'ir kasal tekkan odamdek qapoqlari o'tirishib, qilib tushib qoldi. Uning kayfi uchib g'o'dirg'ila turdi. Chiqmaydigan holiga nimishqa odamni umuldirib, men sizni aslab turdim deydi. Texi, men unutib ketibsiz deb, ko'ni oshnamdek gap qilib ketganini ko'raymi? Bu qitim uchrab qolsa, unutib qolgan sizmi, menmi demaydigan bo'lsam. To'g'ri, bir samiga selib qo'yganning ziyni yo'q. O'yras. O'g'u gap arsa tuydirmay ajrashganligini davoldi. Men nimishqa demagandim-a? Ha, endi bildim. U meni xotini balalar bagan deb tushunib qopdi-da. Apla, mau qapoq kallamni ko'rin. Asqar ikki toyin xiyollar bilan atsimo bir kun kashkish terikib yurdi. Qorong'i tushish bilanla, ya'ni keşlik bozoriga keldi. U kavobchining oldiga kelishi heliq cho'kan shu yerda turadi. Asqarning 2 kundan buyanqi davolmoqchi bo'lganlari, o'ylaganlari nada qoldi? O'ziga nim bo'lganini bilolmay qoldi. U qizirib, bo'zirib olqonlarini o'yladi. Ham gapni nadan boshlashnimi, hol so'rashnimi unutib duduqladi. Kavob olsam, yamsiz. Yo'q, mening qo'rsqim to'q. Sizni kelganmiki deb chiqib beqishim. Tönügün o'ttir kechiga saqladim, chiqmadingiz-ku. Jirim, traktorimizning yana barayli, Asher tinchlik turdi. Ular traktorning ko'z pikayniga o'tdi. Tönügunki gapni qilmang. Ikkimas urushib, oshxonni araqdan qilibdi. Bir kechida orahatlab bo'ldik. Mundaqdan. Qarang, tanishib qoldik, lekin ismlarimizni berishmaydi ekanmiz. Dedi Asqar g'ayratga kelib. Mening ismim Asqar. Sizning-chi? Sabohat. Sabohat? Asqarga bu ism bahli tonishdek anglandi. Ajab chiroyli qismgan. Ularning suhbatlari amdil iziga tushib turishi xuddi yerdan ungandekla bir sarang paydo bo'ldi. Uning ko'na ham kirligidan rangini yo'qotgan moysirang uzun paltosining yonchoq qo'ltiq yanglari, mo'rinlari so'kilgan bo'lib, yiplari sangilab turadi. Maytisiga esib olgan mavzudongning har xil iznoklari, qalay tugma, quti eg'izlari, sunyal günlərinin ko'pligidan paltoning oldini ko'rgili bo'lmaydi. Sarangning charlishib oqirishga boshlagan uzun chigish soqollari maynat yuz bo'yinlarini qoplab turadi. U o'ng qo'lini xuddi urushda buyruq berayotgan qo'mondondek oldiga so'zadi. Adg'abru! Alqirab, adaka! Urra! General bo'lish o'lmaydigan askar yaxshi askar emas. Qani, orden medallar bilan shon-sharaf qozongan general Sadiq Petra taqilinglar. Sabohat
bu odamning badbashiri chiroyidan qo'rqib tugilib qoldi. Asqar yenidan bir so'm chiqarib sarangning qo'liga tutqizdi. Lekin sarang yana bezirib turadi. "Endi ketmamsan?" dedi Asqar ochiqlab. "Parch bo'ldi shu ekan. Agar mening qizim Sabohat bo'lgan bo'lsa, sizlardek pishiqlik qilmagan bo'ladi." Sarang orqaga burilib ketib etib, ikki qo'lini ko'targanicha varqaradi. "Tabi sen, omoq qizim Sabohat, totliq tillaring bilan dada deb chaqirsan-chi meni." Sabohat sarangning og'zidan o'z ismini anglab, texmi qo'rqib ketdi. Uning chiroyli lallari sust titrab, bo'sh pichirladi. Odamning shundoqmi kayfini uchirdi bu sarang? Neden paydo bo'ldi xudoyim? Qo'rqmang. Tosh sarang degan shu, u davomli Hanzu bozori, Toshlabga, Baytulloh oldinlari tilamchilik qiladi. Boshqalarning deyishcha jimjit kechidagi tundimi, ko'chma-ko'ch aylanib, xotinning qizning ismini chaqirmish. Asqar qo'l silkidi. Bo'ldilar, bu gaplarni qilishmayli. Sabohat, ko'nglingiz kelmasin. Siz g'o'ljiliklarda so'zlaydi ekansiz. Lekin ba'zi so'zlaringizning qashqarlikniki deb qolaman. Shundaqmi? Dadasining vafosizliklarini anglagan Sabohat uni tirik degisi kelmadi. Shuni u ota-onasining madaniyat zo'r inqilobida o'lib ketgandan keyin g'o'ljiq kelganligi, 1 yoshidan boshlab momisining qo'lida cho'ng bo'lganligini so'zlab berdi. Shu, menmi qashqarlikniki deb o'ylagan edim. Qashqarlik bo'lsa bo'lmamdi ekan? Qarang gapingizni, hammamiz bir Uyg'ur, musulmon tursak. Chin so'yish Asqarni 1000 gradus pirqiratib atgan edi. Qarang Sabohat, menmi turmushda eg'ir umidsizlik uchragan. Agar menga ishonsangiz, gapning o'raniga yetgan Sabohatning beshi chiroyli ko'ksiga egildi. Men bulturqi osh kechila sizga mahil bo'lib qolgan, dedi Sabohat past ovozda. Sizning podshoh bo'lsin ayol kishini urisi bo'lamdi. Erlardan qo'rqadigan, xotinlarini dumbalaydigan erlarni demaymiz. Eliqi bir nima deymiz degan so'zlaringizni anglab, mundaqmi erlar bo'ldi-ekan deb o'ylagan edim. Biroq siz unutib ketgan bilan men davomli eslab turdim. Sabohat, men bir ishni so'rasam bo'lamdi. So'rang. Momoz qo'shilamdi. Asqar hadisi Gulbonumning fojiasini o'ylab qolgan edi. Ba'zi ota-onalar yurt surishti qilib unmaydi ekan. Hozir momam undaq emas. U o'zini Sabohatning g'o'ljilik paydi deyishga tili ko'ydi. O'zimizning-chi? Opam hozir undaq emas. Bu uzun asimidan o'qirmanlarimiz Asqarni qandoq narsa bundaq tez o'zgartib etganligini bilgan bo'lsa kerak. Albatta, muhabbat ana shundoq kuch-qudratga ega ulug' ruh. U sab, g'ubarsiz, g'ayri g'arazlardan xoli bo'lganida sehriy kuch orqali toshni yumishta oladi. Qorong'u dillarni yo'ritib, adashqanlarning yo'liga nur sho'lalar chacha oladi. Asqar saxt ko'ngilning sho'ri bilan 2 oydan ortiq so'linib, hamma ishni o'yladi. Sanalar uning bilan paqjubda halollardan bo'lish uchun emas, balki tarlimay turib huzur halovatlik turmushga noil bo'lish, erining tapqinni olqinida chin tutib, o'zining erkin yayrab o'ynashi, o'g'irliqcha ota-onasining uyiga to'shish uchunla Asqarga tekkan. Qizil buqining 4 pay chaqi pirqirabla turadigan pul degan sanavarning ozmisiga ko'krab tushdi-da. Biroq ish u o'ylagandek bo'lmadi. Asqar topgan pulni chin tutib, tejashlik bilan 5 jonliq oilaga tang qanot yapatdi. Sanavarning, tog'ar bayning, eshak bayning yiqilsa yo'lamayman, o'z to'lamayman deganiga yo'l qo'ymaydi. Shunga bu hiylagar qiz Gulsumxonning ufturliq jon etayotgan oilasiga kelibla niyati buzildi.
u tamoq etishni bilmayman deyish orqali kelinlik burchini ado qilishni xohlamadi. Xizmatim bor deb kunda opasining kamput o'rash ishiga hamqon bo'lib, Asqarni Gulsumxonlarni oldi. Kishilarni qoqti-so'qti qilib, oilaning yuzini yerga qaratdi. Shundaqla Asqarni so'langan degan yomon ataqqa qo'ydi. Asqar Sabohat bilan tanishgan 2 oydan ortiq vaqt ichida kun orlabda uchrashib turdi. Mungdashdi, sirdashdi. Erlarining, xotinlarining qilmish atmishlarini so'zlatib dard to'kishdi. Xuddi bo'ladigan meva chechkidan ma'lum bo'lgandek, Sabohatning tarbiyalik, axloqliq, sharm hayolik ham qo'li ishli qiz ekanligini bilib yetdi. Bo'libmi Asqarni mahliya qilib olgani, Sabohatning odam yeniklik bilan chaqchaq qilg'il bo'lmaydigan latofati, to'lg'an husn ruxsari edi. Gerçi ular ana shunday qadina sirdoshlardan bo'lib ketgan bo'lsin, bir-birining ko'ngillarini ziyda qilmayli deb o'yladimi. Ish qilib, biri opasining, yana biri momsining bolalarini baxtsiz qilib qo'yishdek nodonliklarini chuvib o'ltirishmadi. Bo'libmi Asqar bu tarsa nodonlikning jahil varislaridan bo'lganligi o'ziga ma'lum edi. Mana endi traktor ustiga qo'nib olgan Asqarning gul mashq naqsini dimig'ida qing'ishib, xushal yayrab kelayotganligining sababi texmi ro'shan bo'lgandi. U bugun Sabohat bilan to'y to'g'riliq maslahatlashib qaytgan edi. Endi opasining roziligini olmasa bo'lamdi. Asqar traktorni bo'ylig'i to'xtatib turishi, Ali Nur cho'gindi suv lo'nga ko'tarib keldi. Mana mening Qashqarlik obdan ukam bak ishchanjimi deb chaqchaq qildi Asqar. Uning Qashqarlik degan so'zining Qashqarlikka o'zgarganiga 2 oydan oshgan edi. Asqar kashlik tamoqini yeb bo'lgandan keyin opasini o'zining uyiga akkirdi. U gapini na'dan boshlashni bilolmay bir pas o'ylanib olgandan keyin Xanzu bozorda bir cho'kan bilan tanishib qolganligiga 2 oydan oshganligi, uning saloyi sufati, bir erlik bo'lib ajrashib ketganligi, ikkisining bir-birini yoqtirib qolganligiga qadar so'zlab berdi. Sanavarning oilasiga keltirgan nomussizliklarini unutib ketolmagan Gulsumxon orsolda bo'lib qoldi. Shundaqdimi Asqarni o'ylab qo'ymasa bo'lmaydi. Uning ayolidan ajrashganigimi 1 yildan eshib ketdi. Balam, o'tdan o'ylabsan. O'ylik o'chaqliq bo'ladigan vaqtingmi bo'lib qoldi. Yeshingmi bir yaga ketib boradi, dedi Gulsumxon. O cho'kanning ish o'rni bormi ekan? Xanzu bozor o'stan bo'yidagi oshxonada ishlayman deydi. Ismi nima ekan? Sabohat. Nima? Sabohat? Gulsumxonning ko'zlari chaychaydi. Muattarxonning navrisi, Anzarning singlisi bo'lib qolmoqchi yana. Shundaqmi? Asqarning ko'zlari cho'ng echildi. Nemunda qismi tunishildimi ha? Sen davomli sahar chiqib ketib, kechida kelgash ko'rmagan. O qiz Ali Nurni ko'rgili 2-3 oyda bir qatim biznikiga kelatdi. Gulsumxonning yodiga bir ish keldi bo'lg'ay, varqiravatdi. Hey Sarol, bir qatim Sabohat Ali Nurni ko'rgili ketdi desam, ems uyga kirmayman deb o'yladan chiqib ketmadingmi? Mana endi inkin tushib qolgudek maqtavatsan. Voy tova! Asqar bo'yinlargacha qizirib besh tushib ketdi. Xudoning ma taqdirini. Voy Darixa, Gulbonim bilan Anzarning dardi unutilmay turib, endi mashni ko'rim. Gulsumxon yoqsini tutib maydisiga tupkishladi. To'g'ri qildim Xudoyim. O'tkazgan kupurliqlarimiz uchun 2 musulmon oilani bir yipqa bog'lab qo'yib, ko'zimizga ko'rsatyapamdi nima? Opa,
u chog'larda hammamizni qora bosgan, dedi Asqar tasalli berib. Sabohatning aytishi qaraganda mumuz qo'shilg'idek. Endi qo'shilmas qora yuz bo'lib keta. O'zimi g'o'jilik jo'ring'i tekkan tursa. Gulsumxon yanala lingpay xayolda edi. Ammo shundoq satchiliklar bo'lib o'tdi. Qon chechishmidoq uning berisi bo'ldi. Endi qandoqmi tuqqandochilik qilamiz? Qaysi yuzimiz bilan bir-birimizga qaramiz? Voy o'ldim. Bu Xudoning bizga berayotgan jazosi. Dana pazillar mundaq nasihat qilgan ekan. Kishi bilan oldirmayroq do'st bo'l. Dushmaningga oldirmayroq dushmanlik qil. Olam ahlining do'stligi va adovati xuddi bahor yomg'iri o'xshash gohi yog'adi, gohi to'xtaydi. U doimiy va mazmut bo'lmaydi. Bu ibratlik so'zlarining qudratli ma'nosini Gulsumxonning o'qinishlaridan ko'rib olg'ili bo'ladi. Shundaqla Muattarxon ikkisiga o'xshashli berilgan jazo. Ular yana urug' tuqqan bo'lishmoqchi. Lekin Anzar Gulbonumlarga salgan zulm dog'lari ularning ko'ngillaridan mangu o'chmaydi. Har bir asra bo'lishqinida aqllisi oliy nurni ko'rishganda yuzlari dazmol yoqqandek ko'yidi, xudi sinib yerga boqidi, yuraklari echishidi. Anglavatqaninglar Biliq to'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bir kun burun xabar topgan Ne'mat bilan Muattarxon elchilarni ochiq yo'ruq issiq salom bilan kutib oldi. Besatida barini oymay qizg'in mehmon qilishdi. Ham ma'qul javobni anglagan elchilarmi mamnun bo'lishdi. Ular to'yni bakmi uzun so'zmay pat arda qilib etishni maslahatlashgandan keyin elchilarni uzitib qo'yishdi. Jovan to'yi bo'lg'ashqimi to'y hasham daramsiz, urug' tuqqan xo'lim qo'shnilar bilanla chiroyli o'zitildi. Sabohat daryo bo'yi ko'chasiga yotliq bo'lib kelgandan beri Asqar bilan bo'lgan yangi turmushi shodlik, xotirjamlik mujassamlangan baxt ichida o'tmoqda. Ular atdiganda turib birlikda nashta qilgandan keyin Asqar traktorini o't oldirib ishga mangadi. Sabohat to'yliq velosipedini minib oshxonaga yurib ketadi. U odatda tushdi kelmaydi. Kashda bo'lsa balduroq kelib qaynonasiga yordamlashib tamoq etishadi. Tamoq yeyilib bo'lganda oiladagilar bilan birdan mungdishib 2 yosh er-xotin o'z hujralariga kirib ketishadi. Ham tatliq kulkilar, shirin pichirlashlar birdan anglangandan keyin hujra jimib qoladi. Asqar et bayram harpillari dam elish kunlarda xotin bilan billa o'ynashga bak amroq. U Sabohatni daryo bo'ylari, Van Qodir beg'i, Zaymika, say qurilish eg'izlariga opirib o'ynatadi. Bazar kunlari Sabohatning pulni buzmang deganiga baxmay kiyim-kechak, zib-ziynatlarni elib beradi. Bundaq chaqlarda u qaranglar, mening ayolim qandoq ekan degandek nupuzliq arboblar pardasida gidib mangadi. To'g'ri, u faxrlanishga haqli. Saloyi sifatlik, chehridan fazilat nurlari chaqnab turgan shundoq subatliq bir ayol uningga yondishib ketayotsa, uning ruhi o'smay kimni o'ssin? Odam xushal, amin yashaganlarda kunlari xuddi ko'shgan yulduzdek tiz o'tib ketadi. Muhtojlik, bearomlik, alamli kunlar go'yo bir qo'ram toshturki, qo'zg'almoqi ba'zi mushkul. Mana ko'zni yumib ochqicha sentabr oyida xazinalashib qoldi. Bir kuni Gulsumxon, Asqar, Sabohat, oliy nurlar tushlik tomoq ichib o'ltiradi.
Uyga maxfiy sifirliq chaqqanligini chamadan ko'targan salopatlik bir odam kirib keldi. U qo'ng'ir rangli, kang qora dastali ko'zoynak taqib olganlik uchun surilib ko'rinadi. Atrang ko'zlik paltosi, parqiraq galostiki, meg'iz rang oyig'i uni texmi hayvatlik tusga kirgizgan edi. U ko'zoynakini elib etib salom qilishi Sabohat yig'lagancha etilib keldi. Anzar aka, bu dunyoda bormisan? Aka, shunchim ansirabding-ku bizni. Sabohat Anzarga esilib qora quyuq suyibli ketdi. Hammanglar obdan tudinglarmi? Anzarning ko'zlarida yaltirgan yolqin ko'rindi. O'zlarining ahvoli qandoq? Obdan balam, obdan. Yig'lamsirgan Gulsumxon Anzarga esilib peshonasiga so'ydi. Bu oraliqda Asqar teliqibgina ikki qo'lini so'zib keldi. Anzar uning bilan qo'l elishib ko'rishdi. Muborak bo'lsin. Anzarning ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. Singlim Sabohat bilan to'y qilibsiz. Anzarning ko'zi birdilla supidan tushmay yetirqab turgan 11-12 yoshlar chamisidagi o'maqqina qizga tushdi-da, uningga tikilib qoldi. Qizim Olinur, dedi Gulsumxon qizga. U sening dadang Anzar bo'ladi. Tuz bo'l ko'rishgan, dada deyin. Qiz o'rnidan qo'zg'almay, yana birdan turgandan keyin ushiq qadamlar bilan asta keldi-da, bo'sh ovozda Dada, deyishi Anzar uni bo'shqini bag'riga besib peshonasiga asta suyib qo'ydi. Qizim, shunchalik cho'ng bo'lib ketibsan. Men ketganda tegi 2 yoshga to'shmagan edim. Opamning o'zini bo'psan, o'qiyotamisan. o'tir maktabda o'qiyapman. Uyda xushalliq aralashgan yig'izlar ham xijilliq bir pas hukm surdi. Bo'libmi Asqar, Gulsumxonlar ancha muncha hol ahvol so'rayotgan bo'lsa-mu, yuzini ko'tara olmadi. Anzar bugun aeroplandan tushibla udul uyiga mangan edi. Hanzu bozorida tonish bilishlari uchrab, uning oilasidagi o'zgarishlarni bir quri so'zlab berdi. Aslida daryo bo'yi ko'chisini ko'rish, birovlarning qadam izlari tushgan, muborak tiniqlari tarqalgan, issiq yoshlari qo'shilib, tang urishgan aziz yerlarni tavob qilish istigi bilan qizini bag'riga besish orzusi bor edi. Shunga u taksi kira qilib, Hanzu bozorida kayniga yondi. Bu taksilar amdili paydo bo'lib, bir qadam mangsimu 10 so'm oladigan chaqlar edi. Shunga ko'p odamlar qimmat ko'rib, xodik harvlarga tushadi. Undaqda Gulsumxonning balam deyishga tili ko'ydi. Cho'ng uygim bormay, uturlab mashaga kelishingiz kanda. Shundoq. Anzarning mo apa deyishga ko'ngli unamadi. Sabohat bilan Asqar to'y qilibdi. Bu xosiyatli ishni tabriklashni kayniga sursam bo'lamdi. Bu xuddi zulmatli kechada quyoshni ko'rgandek ishda. Anzarning ya xushal bo'lganini, ya xafa bo'lganligini belgilab bo'lmaydi. U shunchalik kamsiz ediki, bir yoqqa tikilib o'ltirib ketsa, go'yo ko'zining orqasida yana bir ko'zi bordek odamning tinni shurguntirib qo'yadi. Burunqa xush tabassum jilvinib turgan yuzini bir xil xaralik qoplagan. Nurani qarchuqlaridagi cheqinlarmi so'g'uq ham surlik edi. Anzar so'g'uqni xo'shlashib mangdi. U kimlardir kulib chiqib keladigandek peshayvon pallan paylariga, choyxonlarga to'ymay qaradi.
o'ylaning bo'lumidagi heliqi mehri o'tliq lampi yo'q edi. Uning o'rnida Asqar uchun selingan ikki eg'iz uy turardi. Hammadan royi qaytgan Anzarboyevcha 10 yilda bir kelgan turug'liq hech qanday so'g'a qilmay, jon-jigar qizig'imi yib qatorliq bir narsalarni tutqizmay, hatto peshonasiga so'yibmi qo'ymay yetib qoldi. Buningdan Sabohat xijillik ichida o'rtandi. Anzar o'z hovlisiga kirib kelgandimi, yanala shu ma'buddek surlik edi. Muattarxon esilib suyib holidan ketdi. Abdusamad jinim akam deganicha akasini quchoqlab oldi. Bo'libmi Gulnisa zodini qo'yib bermay, teliqib bo'g'ilib yig'ladi. Lekin Anzar Makkadagi xosiyatli toshdek turib berdi. Boshqalar xuddi savob topmoqchi bo'lgandek uni so'ydi, quchoqladi, bag'riga bosdi. Ko'z yoshlarini to'kdi. Faqat Ne'mat darvozadan kirib kelgandila, uning bilan qo'l elishib, villada ochiq chiroy ochdi. "Qara bolam, bu sening o'g'ling Ahtam bo'ladi", dedi Muattarxon yumloq, oq yuzlik, qo'shma qosh bolani ko'rsatib. "Bu yil 9 yoshga kirdi, 2-sinfda o'qiydi." "Bolang?" Anzar bir onasiga, bir Gulnisoga tikildi. Bu qani mehmonxonaga kirayli, dedi Ne'mat gapni uzibla. Ozoda o'tirib paranglashmaymizmi? Qani Gulniso, siz darhol tomoq tutish qiling. Ular mehmonxonaga kirib tomoq jo'si atrofidagi ko'rpalarda o'ltirishdi. Gulniso yugurib yurib qand kezaklari bilan sinchoy qildi. Ondan choy cho'ginni Muattarxonga topshirib, o'zi oshxonaga chiqib ketdi. Anzar Muattarxonning biqinida o'ltirgan Ahtamga nazar soldi. Qaragan siri o'zining kichik chaqlari, shu chaqda tushgan xotira suratlari ko'z oldiga kela oldi. Demisimi, Ahtam Anzarning balaliq vaqtidagi chiroyini kiyib chiqqan edi. Undaqda Ne'matning quchqida o'ltirgan 6 yoshlar chamisidagi bola kim bo'ladi? Anzarning hayron bo'lib qarag'inni sezib qolgan Ne'mat chaqchaqi yo'lab davoldi. Bu o'g'lim qarang. Anzar, g'unjilik bilan Qashqarlikning bir tol tabarruki edi-a. Ismi Eldos. Qandaq ma'nilikmikan? Suhbat zodili qo'lashmadi. Muattarxon, Abdusamad, Ne'matlar qiziqqan savollarining to'lisi javobsiz qoldi. Anzardan ha yoqdan boshqa javob yo'q edi. Texi beshini chayqash, gavda o'tish bilan cheklanardi. Javob bermasi bo'lmaydigan yerga kelganda, u O'rimchi, Guangzhoularda oshxona, samsxonam bor. Beijing Wangfujinda bir kaobxona echib oldim. Ularning hammasini g'o'lchilik, qashqarlik bolalar mangdiriyotdi deb qo'yib, yanala yerga qarab oladi. Gulniso akirgan hardoq eshimi ko'ngilsizlik ichildi. Ne'mat duoga qo'l ko'targandan keyin Muattarxonga qarab, "Yo'l azobi, go'r azobi degan gap bor. Anzar yerib qolgan o'xshaydi. Endi orom olsin", dedi. Anzar hovliga chiqishi orqadan paloqlab chiqqan Muattarxonni chetga tortdi. Gulnisoxonning o'z hujrasiga o'rin selib qo'yganligini deyishi Anzarning g'ujjida ochiq keldi. "Ana, men uni taloq qilgan", dedi Anzar qopqini turib. "Musulmonchilik to'g'ri kelama?" "Jinim bolam, bo'ldi qisla. Ana, gaplar tugdimi qandaq?" dedi peshayvon orqasida turib gap boshligan Abdusamad. "Men bugun kecha akam bilan mundishib yotay deyman. Xafa bo'lmaydiganlar." "Sening uying nada?" so'radi Anzar. "Ne'matkamning cho'ng qo'risi o'ngchiman qoldi. O'y degan samondek."
degan Abdusamat bilan Ro'shangul ishqi mengishdi. Anzar uyga qaytib keldi. Nig'mat xeyli burunla aholi komitetiga ketgan edi. Gülsa onunga çay qilib bermoqchi bo'lib edi, u Abdusamatning uyda nashta qilganligini aytib unimadi. Gülsaning ko'z qapoqlari qizirib ketgan bo'lib, uning kecha yig'lab chiqqanligi bilinib turadi. Ahtam ko'rinmaydi-ku. So'radi Anzar nalargadir qarab. Onamchu. Ahtam maktabga ketdi. Gülsamo uning yuziga tikilib qaraganmadi. Onam sizni saqlab mehmonxonada o'ltirdi. Anzar mehmonxonaga kirganda engak terab xayolga patgan Muattarxon uningga labbida qaradida qani o'ltir deb ko'rpini ishora qildi. Onasining mo cho'ng ko'zlaridan o't qashda qizarganligini ko'rgan Anzar kechicha kirib qoqmaganligini bildi. Ras Muattarxon kechini xiyol bilan tong atqizdi. Darvaqa u Anzarga bakmi o'l qipti. Bechara Natvan Gulbanimning baxt iqbol chirig'ini o'chirib, laxti qon yig'lashlariga sabab bo'ldi. Mana bu og'izdan Xudoni tushirmaydigan, 5 vaqt namozni qazo qilmay o'taydigan, 30 kun ro'zini saq tutadigan taqvodor onaning farzandlarining yuragiga solgan mangu o'chmas zulm deg'i. Uning yoshligi bo'lmagan miydi. Nahat apandi uchun talofat tortmagan miydi. Ishqi savdoning qudratini bilmamdi-ya. Ishqi o'tining oldida do'zax o'ti ushqunchi yo'q degan g'azallarni aytmagan miydi? Hammani biladi. Texi tuniginkidekli esida turibdi. Nahat uchun ota-onasidan supurga, mo'g'uj, laxshigirda urilgani. Texi 46 yoshida Nig'matga mayli tushib qilib, yo'shirin o'xsinib, seg'inib yurganlari-chu. Xuddi kashkuzda pishqan tog' o'rkidek chuchmal, qirtaq bu muhabbat uning uchun qanchalik shirin, lazzat tetimadi. Amsa bu johillik, mutaassiflik, toshbeg'irlik uningga nadin yomashqandi. Yo'q. Muattarxonning Toshmamatga bo'lgan o'shmanlik o'ti uni yuragidagi hamma go'zalliklarni, estetik tilaklarni ko'ydirib kul qilib atgan. Qaramamdigan uning aqlining kamligini, tadbirining susligini. Xuddi tosh tayoqni tangandek Gulnisoni elib bersam, Anzarmo ko'z chaniqimdan neri bo'lmaydi. So'ngak izdigan longnishdek uchirgan o'ylig'i kirib ketmaydi. Eliqi ezitqini ko'rmagandan keyin bargan sir ko'ngli suvib untiydi deb o'ylaganlari-chu. Mana shuncha yillar o'tdi. Anzar Gulbanimni unutiy oladimi? Zinhor unutiy olmadi. Unutiy olmadi emas, balki yurakdagi o't pasaymadi. Muattarxon o'g'lini nimaga o'zgartib qo'ydi? Qoida yo'sulluq, fazilatlik, xushfe'l bir bola xuddi hissiyotsiz, hech nim bilan hapilisi yo'q, so'zlashma ig'ir keladigan tosh ma'budiga aylanib qolsa, yurak bag'ring o'rtanmamdi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.